Agar sizning nomingizda kvartira, uy, yer uchastkasi yoki ulush bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki bugun mulkka oid muammolar avvalgidek qog'oz yo'qolib qolibdi. Keyin borib to'g'rilaymiz. Hech kim tekshirmaydi, darajasida qolmayapti. Hozir hammasi raqamli bazalarda ko'rinadi. Kadastr, soliq, kommunal qarzlar, sud qarorlari, ijro hujjatlari, taqiq va cheklovlar. Men bugun aynan shu masalani sodda tilda tushuntiraman. Nima o'zgardi? Kimlar shu oy oxirigacha ulgurib qolishi kerak? Raqamli konfiskatsiya deganda nimani tushunish kerak? Qaysi holatda odam o'z kvartirasiga egalik qila turib ham uni sotolmay qoladi yoki unga taqiq tushadi? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato keyin katta xarajatga, sudga, jarimaga yoki mulk ustidan cheklov qo'yilishiga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy odam tushunadigan tilda amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Oldin qanday edi? Oldin ko'pchilik kvartira masalasida faqat qo'lida hujjat bo'lsa bo'ldi deb o'ylardi. Masalan, eski order bor, ot-sot shartnomasi bor, miros hujjati bor, notariusdan o'tgan qog'oz bor. Demak, hammasi joyida deb qaralardi. Kommunal qarz bo'lsa alohida gaplashib yopish mumkin edi. Soliq qarzi bo'lsa bir kun eslatma kelardi. Kadastrda xato bo'lsa odam ko'p yillar bilmasdan yashab yuraverardi. Hatto ayrim hollarda uy egasi o'lgan. Miros ochilmagan, kvartirada farzandlari yashab kelgan, lekin rasmiy egalik hali ham marhum odam nomida turgan holatlar ham ko'p uchrardi. Endi vaziyat boshqacha. Davlat idoralari tobora ko'proq yagona raqamli tizimlar orqali ishlayapti. Mulk egasi kim? Kvartira maydoni qancha? Soliq to'langanmi? Kommunal qarz bormi? Sud qarori bormi? Ijro hujjati ochilganmi? Taqiq qo'yilganmi? Bularning ko'pi elektron bazalarda tekshiriladi. Siz biror idoraga bormasangiz ham tizimlar bir-biri bilan ma'lumot almashadi. Shu sababli eski davrdagi bilmasdim, menga hech kim aytmadi. Keyin to'layman. Hujjat uyda yotibdi degan bahonalar amalda ishlamay qolmoqda. Men raqamli konfiskatsiya deganda odamlar orasida tarqalgan qo'rquvni nazarda tutyapman. Go'yoki ertaga hammaning kvartirasi avtomatik tortib olinadi. Yo'q, buni to'g'ri tushunish kerak. Qonuniy mulk bir kunda shunchaki olib qo'yilmaydi. Lekin raqamli tizimlar orqali mulk ustidan taqiq qo'yilishi, sotish yoki hadya qilish imkoniyati bloklanishi, qarzdorlik bo'yicha ijro jarayoni boshlanishi, ayrim og'ir holatlarda mol-mulk hisobidan undirish chorasi qo'llanishi mumkin. Oddiy qilib aytsam, kvartira sizniki bo'lib turadi, lekin siz uni erkin tasarruf qila olmaysiz. Sotaman desangiz notariusda to'xtaydi. Kredit garovga qilaman desangiz bankrat qiladi. Miros rasmiylashtiraman desangiz bazadagi xato yoki taqiq chiqadi. Mana shu real xavf. Birinchi navbatda har bir kvartira egasi o'z mulki bo'yicha 3 ta narsani tekshirish kerak. Kadastr holati, qarzdorlik holati va huquqiy cheklovlar. Kadastr holati deganda kvartira haqiqatan ham sizning nomingizdami? Maydoni to'g'ri ko'rsatilganmi? Manzili bazada to'g'rimi? Ulushlar to'g'ri kiritilganmi? Eski hujjatlar elektron tizimga o'tganmi? Shular nazarda tutiladi. Qarzdorlik holati deganda mol-mulk solig'i, yer solig'i bo'lsa, yer solig'i. Kommunal to'lovlar, sud orqali undirilayotgan qarzlar, aliment, jarimalar, kredit bo'yicha ijro hujjatlari kabi masalalar kiradi. Huquqiy cheklovlar deganda esa taqiq, band solish, sud nizosi meros bo'yicha tortishuv, garov, ipoteka va ijro harakati tushuniladi. Masalan, bir odam 2015-yilda kvartira sotib olgan, notariusdan o'tgan, pulini bergan, kalitini olgan, yashab yuribdi. Lekin kadastr hujjatini yangilashni cho'zib kelgan. Elektron bazada esa eski egasi nomi qolib ketgan yoki maydon noto'g'ri ko'rsatilgan. Endi u odam kvartirani sotmoqchi bo'lsa, xaridor ipoteka orqali olmoqchi bo'ladi. Bank tekshiradi va hujjatlarda nomuvofiqlik chiqadi. Natija nima? Bitim to'xtaydi, xaridor ketadi. Uy egasi esa idoradan idoraga yugurib, hujjatni tiklashga majbur bo'ladi. Agar buni oldindan shu oy oxirigacha tekshirib qo'ysak, muammo ancha arzon va tez hal bo'ladi. Yana bir misol. Ayol kishi onasidan qolgan kvartirada yashayapti. Onasi vafot etganiga 4 yil bo'lgan, lekin meros rasmiylashtirilmagan. Oila ichida baribir bizniki deb yurishgan. Keyin aka-ukalardan biri kredit olgan, qarzini to'lamagan. Sud qarori chiqqan. Meros masalasi ochilganda ma'lum bo'ladiki, mulk ulushlarga bo'linishi kerak. Ulushlardan biri qarzdor shaxsga tegishli bo'lishi mumkin. Shunda qarzdorning ulushiga nisbatan ijro harakati boshlanishi ehtimoli paydo bo'ladi.
Bu butun kvartira ertaga olib qo'yiladi degani emas, lekin nizoli vaziyat taqiq sotishdagi muammo va sud xarajatlari degani 3-misol. Kvartira egasi mol mulk solig'ini bir necha yil davomida e'tiborsiz qoldirgan. Yiliga deylik 300 ming so'm chiqadi. Odam katta pul emas deb o'ylaydi. Lekin 4 yil yig'ilsa 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Ustiga penga qo'shiladi, keyin talabnoma keladi. Undan keyin ijroga o'tishi mumkin. Ijro jarayonida bank kartalariga cheklov, chiqish taqiqi, mol mulkka taqiq kabi choralar qo'llanishi mumkin. Bu yerda xavf soliqning o'zidan ham ko'ra uning raqamli tizim orqali ijroga bog'lanishida, ya'ni qarz kichkina ko'ringani bilan oqibati noqulay bo'lishi mumkin. Men birinchi navbatda eski hujjatli kvartira egalari xavotir olishi kerak deb hisoblayman. Agar sizda 1990-yillar yoki 2000-yillarning boshidagi order, eski kadastr, eski texnik pasport, eski shartnoma bo'lsa, uni elektron bazadagi ma'lumot bilan solishtirib ko'ring. Hujjat borligi yaxshi, lekin bazadagi ma'lumot boshqa bo'lsa, amaliyotda muammo chiqadi. Ayniqsa manzil nomlari o'zgargan bo'lsa, ko'cha nomi almashgan bo'lsa, uy raqami qayta belgilangan bo'lsa, maydon kengaytirilgan yoki qayta qurilgan bo'lsa, tekshiruv shart. Ikkinchi guruh meros masalasini cho'zib yurganlar. Otasi yoki onasi nomidagi kvartirada yashab kelayotgan farzandlar ko'p. Ular o'zaro kelishib olgan bo'lishi mumkin, lekin davlat bazasi egasi hali marhum shaxs bo'lib turadi. Bu holatda kvartirani sotish, garovga qo'yish, ulushni rasmiylashtirish, kommunal xizmatlarni o'tkazish, subsidiya yoki boshqa imtiyozlardan foydalanishda muammo bo'ladi. Eng yomoni, vaqt o'tgan sayin merosxo'rlar soni ko'payadi. Kimdir vafot etadi, uning farzandlari kiradi, kimdir chet elga ketadi, kimdir rozilik bermaydi. Bir vaqtlar oson hal bo'ladigan ish keyin murakkab sud ishiga aylanadi. 3-guruh qarzi borlar. Bu faqat katta kredit olganlarga tegishli emas. Aliment qarzi, sud qarori bilan undiriladigan qarz, kommunal qarz, soliq qarzi. Jarimalar ham muhim. Mulk egasi sifatida sizning nomingiz raqamli tizimda ko'rinadi. Agar ijro hujjati bo'lsa, ijrochi sizning mulkingiz borligini ko'rishi mumkin. Bu avtomatik ravishda kvartira sotiladi degani emas. Lekin taqiq qo'yish ehtimoli paydo bo'ladi. Taqiq qo'yilgandan keyin esa siz o'sha mulkni tasarruf etishda erkin bo'lmaysiz. 4-guruh ulushli kvartira egalari. Masalan, kvartiraning bir latagi 2 qismi er-xotin nomida yoki ilmoda qismi farzandlarga o'tgan. Bunday holatda har bir ulush egasining huquqiy holati muhim. Bir ulush egasining qarzi yoki sud nizosi butun kvartira bo'yicha bitimlarni qiyinlashtirishi mumkin. Sotish uchun hammaning roziligi kerak bo'ladi. Agar ulush egalaridan biri voyaga yetmagan bo'lsa, vasiylik organlari masalasi chiqadi. Agar biri chet elda bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'ladi. Shuning uchun ulushli mulkda hammasi oilaniki degan gap amaliy hujjat o'rnini bosa olmaydi. Agar kvartira yaqinda sotib olingan, notariusdan to'liq o'tgan, kadastr elektron bazada to'g'ri ko'rinayotgan, soliq va kommunal qarzlar yopilgan, garov yoki taqiq yo'q, meros yoki ulush nizosi yo'q bo'lsa, vahimaga tushish kerak emas. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki bugungi mavzuning maqsadi odamlarni qo'rqitish emas, oldindan ehtiyot qilish. Men har doim shuni aytaman. Hujjatni tekshirish sudda yutqazgandan arzonroq, qarzni vaqtida yopish taqiqni yechishdan osonroq. Bazadagi xatoni bugun tuzatish ertangi bitimni saqlab qoladi. Masalan, siz kvartirani 2022 yilda ipoteka orqali olgansiz. Bank, notarius, kadastr hammasi tekshirgan. To'lovlar vaqtida soliq borasida qarz yo'q. Bunday holatda katta xavf kam. Lekin ipoteka bo'lsa, garov borligini unutmang. Siz kvartirani bank roziligisiz sota olmaysiz. Bu normal holat, lekin ko'pchilik buni cheklov bilan adashtiradi. Garov qonuniy cheklov, taqiq esa odatda qarz, sud yoki ijro bilan bog'liq bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan nozik joylardan biri bu ro'yxatda turish bilan egalik huquqini adashtirish. Kvartirada propiska qilingan odam avtomatik egasi bo'lib qolmaydi. Aksincha, kvartira egasi bo'lgan odam u yerda ro'yxatda turmasligi ham mumkin. Shuning uchun men shu uyda 20 yildan beri yashayman degan gap huquqiy egalikni isbotlamaydi. Egalik huquqi kadastr va huquqni belgilovchi hujjatlar bilan tasdiqlanadi. Ikkinchi nozik joy bu noqonuniy qayta qurish. Masalan, balkon xonaga qo'shilgan, davr buzilgan, oshxona joyi o'zgartirilgan, qo'shimcha xona qilingan. Odamlar buni oddiy remont deb o'ylaydi. Lekin texnik hujjatdagi maydon va real holat farq qilsa, sotish vaqtida muammo chiqishi mumkin.
Ayniqsa ipoteka xaridorlari bilan bank baholovchisi kelganda nomuvofiqlik aniqlanadi. Ba'zi o'zgarishlarni qonuniylashtirish mumkin. Ba'zilari esa xavfsizlik talablariga zid bo'lishi mumkin. Shuning uchun qayta qurish bo'lgan uy egalari alohida tekshirishi kerak. 3-nozik joy bu notarial ishonchnoma orqali olingan uylar. Ishonchnoma bilan pul berib, keyin rasmiylashtiramiz degan holatlar juda xavfli. Ishonchnoma egalik huquqini bermaydi. Ishonchnoma bekor qilinishi mumkin. Muddati tugashi mumkin. Ishonchnoma bergan odam vafot etishi mumkin. Agar siz uyga pul berib, faqat ishonchnoma bilan qolgan bo'lsangiz, zudlik bilan huquqshunosga uchrashib, real egalikni rasmiylashtirish yo'lini ko'rishingiz kerak. 4-nozik joy bu sud nizosi. Ba'zan odam bazada taqiq ko'rmaydi. Lekin mulk bo'yicha sud jarayoni ketayotgan bo'ladi. Masalan, merosxo'rlar da'vo qilgan, oldi-sotdi shartnomasini haqiqiy emas deb topish so'ralgan xotin mulk bo'linishida tortishmoqda. Sud jarayoni bor joyda shoshilinch sotish, hadya qilish yoki nomga o'tkazish keyin yana bekor qilinishi mumkin. Shuning uchun nizoli mulkda faqat bazadan toza chiqdi deb xulosa qilish yetarli emas. Birinchi qadam kadastr ma'lumotini tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ko'chmas mulkingiz bo'yicha ma'lumotnoma oling. Unda egasi kim, manzil qanday, maydon qancha, huquq turi qanday, taqiq yoki garov bormi, shularni ko'ring. Agar elektron xizmatdan foydalana olmasangiz, davlat xizmatlari markazida xodimdan aynan ko'chmas mulk bo'yicha ma'lumotnoma kerakligini ayting. Ikkinchi qadam soliq qarzini tekshiring. Soliq ilovasi shaxsiy kabinet yoki soliq organi orqali mol-mulk solig'i bo'yicha qarzingiz bor yo'qligini aniqlang. Agar qarz chiqsa, summani, davrini va penya borligini tekshiring. Ba'zan qarz noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Masalan, maydon noto'g'ri kiritilgan, imtiyoz hisobga olinmagan, mulk allaqachon sotilgan bo'lsa ham eski egaga chiqayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda shunchaki to'lab yuborishdan oldin asosini aniqlash kerak. Lekin qarz haqiqiy bo'lsa, cho'zmasdan yoping. 3-qadam kommunal xizmatlar bo'yicha qarzlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovlarini alohida ko'rib chiqing. Kvartira sotilayotgan paytda xaridor odatda qarzsizligini so'raydi. Ayrim qarzlar bevosita mulkka emas, abonent hisobiga bog'langan bo'lishi mumkin, lekin amalda yangi egaga noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun sotmasangiz ham qarzlar yig'ilib ketmasin. 4-qadam ijro hujjatlari bor yo'qligini tekshiring. Agar sizga nisbatan sud qarori, jarima, aliment, kredit yoki boshqa majburiyat bo'yicha ijro ishi ochilgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Majburiy ijro byurosi bilan bog'laning. Qarz summasini aniqlang, to'lov grafigi yoki yopish tartibini so'rang. Eng katta xato ijrochini ko'rmaslikka olish. Chunki tizim ishlayveradi. Cheklovlar esa siz kutmagan paytda chiqadi. 5-qadam merosni rasmiylashtiring. Agar mulk marhum ota-ona, turmush o'rtoq yoki boshqa qarindosh nomida bo'lsa, notariusga boring. Qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr hujjatlari, pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, notarius sizga sud orqali muddatni tiklash yoki merosni qabul qilganlik faktini belgilash masalasini tushuntiradi. Bu ishni kechiktirish merosxo'rlar sonini va nizolar xavfini oshiradi. 6-qadam hujjatlardagi xatolarni yozma tartibda tuzating. Masalan, familiyada bitta harf xato, manzil noto'g'ri, maydon mos kelmaydi. Pasport ma'lumoti eski, ulush ko'rsatilmagan. Bunday holatda tegishli idoraga og'zaki emas, ariza bilan murojaat qiling. Arizada kadastr ma'lumotlarida falon xato mavjud. Ilova qilingan hujjatlar asosida tuzatib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Ilova sifatida pasport, huquqni belgilovchi hujjat, eski kadastr, notarial shartnoma, meros guvohnomasi yoki sud qarorini qo'shing. Arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki kvitansiyani saqlab qo'ying. 7-qadam agar taqiq yoki garov chiqsa, uning sababini aniqlang. Taqiqni qo'ygan organ kim? Sudmi, ijrochimi, bankmi, boshqa idorami? Sabab nima? Qarzmi, sud nizosimi, ipotekami? Taqiqni yechish uchun avval sabab bartaraf etiladi. Qarz bo'lsa to'lov qilinadi, ijro hujjati yopiladi, keyin taqiqni yechish haqida qaror chiqariladi. Sud nizosi bo'lsa, sud qarori kerak bo'ladi. Bank garovi bo'lsa, bank roziligi yoki kredit yopilganini tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Men amaliy jihatdan quyidagi hujjatlarni bir joyga yig'ib qo'yishni tavsiya qilaman.
ID karta yoki pasport nusxasi, kvartira bo'yicha oldi-sotdi shartnomasi yoki meros guvohnomasi, kadastr hujjati, soliq qarzi yo'qligi yoki soliq holati bo'yicha ma'lumot, kommunal to'lovlar bo'yicha oxirgi kvitansiyalar. Agar ipoteka bo'lsa, bank shartnomasi. Agar ulushli mulk bo'lsa, barcha ulush egalarining hujjatlari. Agar qayta qurish bo'lgan bo'lsa, unga oid ruxsat yoki loyiha hujjatlari. Agar sizda biror hujjat yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash mumkin, lekin vaqt ketadi. Shuning uchun oxirgi kunda emas, hoziroq boshlash kerak. Agar idoraga borsangiz, umumiy gapirmang. Uyimni tekshirtirgani keldim desangiz, xodim ham umumiy javob beradi. Aniq ayting. Mening nomimdagi ko'chmas mulk bo'yicha kadastr ma'lumotlari to'g'riligini, taqiq yoki cheklov bor yo'qligini, elektron bazada egasi va maydoni to'g'ri ko'rsatilganini tekshirmoqchiman. Soliq organida esa mol-mulk solig'i bo'yicha qarzdorlik, penya va imtiyozlar hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Agar yozma javob kerak bo'lsa, albatta yozma ariza bering. Men yana bir narsani alohida aytaman. Internetda hammaning kvartirasi tortib olinadi. Shu sanadan keyin uy davlatga o'tadi. Raqamli konfiskatsiya boshlandi degan qo'rqinchli gaplar ko'p bo'ladi. Bunday gaplarga darhol ishonmang. Lekin buning teskarisi ham xato. Hech narsa bo'lmaydi. Yurgan joyida yotaversin deyish ham xavfli. To'g'ri pozitsiya shunday, vahima qilmaymiz, lekin hujjatni tekshiramiz, qo'rqmaymiz. Lekin qarzni yopamiz, mish-mish bilan emas, rasmiy ma'lumot bilan ishlaymiz. Agar sizning hujjatlaringiz toza bo'lsa, bu tekshiruv sizga xotirjamlik beradi. Agar muammo chiqsa, siz uni hali kattalashmasdan hal qilasiz. Eng yomoni. Odam muammoni kvartirani sotmoqchi bo'lgan kuni yoki bankdan kredit olmoqchi bo'lgan kuni bilib qoladi. O'sha paytda vaqt bosimi bo'ladi. Xaridor kutmaydi. Bank muddati o'tadi. Notarius bitimni to'xtatadi. Oldindan tekshirilgan odam esa vaziyatni boshqaradi. Demak, kvartira egalari shu oy oxirigacha eng kamida 3 ishni qilishlari kerak. Kadastr ma'lumotini tekshirish, qarzdorliklarni aniqlash, taqiq yoki cheklov bor yo'qligini bilish. Eski hujjat, meros, ulush, ipoteka, qarz, qayta qurish bo'lsa, bu ish yanada muhim. Raqamli konfiskatsiya degan gapni men shunday tushuntiraman. Mulkni hech kim asossiz olib qo'ymaydi, lekin raqamli tizimlar orqali qarz. Xato yoki sud nizosi tezroq ko'rinadi va mulkingiz ustidan cheklov paydo bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz juda oddiy. Bugun hujjatlaringizni oching, ertaga kadastr va soliq holatini tekshiring. Muammo chiqsa yozma murojaat qiling. Qarz bo'lsa yopish rejasini tuzing. Shu bilan siz o'zingizni ham, oilangizni ham, mulkingizni ham keraksiz xavfdan himoya qilasiz. Kommentariyada yozing, sizda kvartira hujjatlari to'liqmi? Kadastr elektron bazada tekshirilganmi? Qarz yoki taqiq bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir kvartira egasi kerak.